Ota-onangiz tirikligida qilishingiz kerak bo'lgan 20 ta ish toki armon bo'lib qolmasin. Ular bilan bolalar kabi emas, kattalar kabi gaplash. Rostini ayt, samimiy bo'l. Va ular biror nimani qayta so'rashsa, erinmasdan javob ber. Ovozlarini videoga yozib ol. Hatto oddiy suhbat ham xotira bo'lib qoladi. Eng ko'p nimadan afsuslanasiz deb so'ra. Gapini bo'lma, shunchaki tingla. 20 yoshingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz deb so'ra. Iltimos, gaplarini bo'lma. Qo'lidan ushla, hech narsa dema. Hatto bundan uyalayotgan bo'lsang ham. Bolalikdagi eng katta qo'rquv haqida so'ra. Ishon, seni hayratlantiradi. Seni yoshingda tushgan rasmlarni ko'rsatishlarini so'ra. Qanday qilib sevib qolganlarini yoki nega sevmaganlarini so'ra. Eng baxtli onlari haqida aytib berishlarini so'ra. Eng asosiysi, bayram kutma. Sababsiz ham sovg'a berib tur. Yangi poyabzal olib ber, eskisini yirtilishini kutma. Quchoqlab ol. Bir soniyaga emas, chin dildan. Men sizni yaxshi ko'raman deb ayt. Hatto oldinlari umuman aytmagan bo'lsang ham. Qayerga borishni orzu qilgansiz deb so'ra va orzu qilgan yeriga olib bor. Hatto bir kun bo'lsa ham. Yangi narsalarni o'rgat. Telefon, ilova yoki navigatorni. Asosiysi sabrli bo'l. Iltimos, bir kun bo'lsa ham telefoningni o'chirib qo'y. Ular bilan vaqt o'tkaz. Yoshlikdagi musiqalarini qo'yib ber va kayfiyatlari qay darajada o'zgarishini ko'rasan. Kechirim so'ra. Nimasi uchunligini bilmasang ham, men siz bilan faxrlanaman deb ayt. Ishon, ular sendan buni ko'proq kutishadi.